Nilufar Umurzoqova 30 yillik tajribaga ega jurnalist, ssenarist, olima, teleboshlovchi. U bolalarni juda yaxshi ko'radi. Faoliyati davomida ko'plab insonlar bilan suhbat qurgan. Shu bois navbatdagi podkastga ham professional yondashgan. Bu bong tovushi farzand quvonchidan darak beruvchi an'anaga aylangan. Hasan Karimovich Jo'rayev, oliy toifali urolog, androlog, reproduktolog, seksopatolog, Doktor Hasan klinikasining asoschisi. Podkast davomida Nilufar Umurzoqovaning o'tkir savollariga o'tkir javoblar tayyorlagan. Bugun suhbatdoshimiz shifokor androlog, urolog, seksopatolog, reproduktolog, oliy toifali xalqaro ekspert, Doktor Hasan klinikasining asoschisi Hasan Karimovich Jo'rayev. Assalomu alaykum Hasan. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Bugun mana siz bilan ham ishingiz bo'yicha, ham shaxsiy hayotingiz va biznesdagi muvaffaqiyatlaringiz va muvaffaqiyatsizlaringiz haqida gaplashamiz. Siz o'zingiz shifokorsiz va Doktor Hasan klinikasining asoschisiz. Ta'sischi ham o'zingiz. Klinikani ta'sischisini o'zi shifokor bo'lishi shartmi? Buni biznes deb atasak bo'ladimi yoki yuqori darajadagi tibbiy madaniyat deb atasak bo'ladimi? O'sha klinikani ochgan ta'sischi o'zi shifokor bo'lib, barchasini nazoratidan o'tkazishi bugungi kunda qanchalar muhim? Bu umuman olganda juda bir zo'r, yaxshi savol berdingiz. Bu o'rinli savol. Albatta bu narsani men shaxsan o'zimning subyektiv fikrim, 17 yillik tajriba shuni ko'rsatadiki, har bir klinikani mutaxassis sifatida rahbari, uchredитель umuman olganda boshqa insonlar bo'lishi mumkin. Boshqa soha egasi ham bo'lishi mumkin. Pul tikadi, ochiladi. Investor sifatida foydalanish mumkin, lekin rahbari doktor bo'lishi shart. Negaki har bir doktorda o'zi o'sha klinikani klinik tomonlama kerakli bo'lgan protokollar asosida uni nazorat qilish va uni tabiiyki uni to'g'ri holatda yurishini ta'minlash va kerakli bo'lgan kadrlarni tanlab olishda muhim rol o'ynaydi. Misol uchun men aytaman, har bitta vrach sifatida bu narsani tan olishadi. Kerakli bo'lgan reaktivlarni olinayotgan, masalan, laboratoriyada ishlatilgan reaktivlarni albatta kerakli bo'lgan sinovdan o'tganlarni va javobni to'g'ri va aniq beradigan reaktivlarni olish darajasi hammada har xil. Agar tadbirkor bu narsaga kirgan bo'lsa, albatta eng arzonni olishga harakat qiladi. Tabiiyki buni dastaverность, javoblarning dastaverность to'g'ri chiqishligi foizi past bo'ladi. Ayrim holatlarda bu noto'g'ri tashxisga olib kelishligi mumkin. Chunki investor yo tadbirkor pul tikadi. Misol uchun oddiy bir reaktiv oladigan bo'lsa, reaktivda 10 millionlik reaktiv bor, 3 millionlik reaktiv bor misol uchun. Endi albatta buni tadbirkor sifatida hamma tabiiyki 3 millionligini oladi. Lekin uni negizida javobga bu ta'sir qilishi, ertaga bu tashxisning noto'g'ri bo'lishini sababi tushunmaydi. Chunki doktor emas. Demak, Hasan Karimovich, hozirgi klinikalardagi tahlillarni har xil chiqishi shunga bog'liq ekanda. Tahlillarni har xil chiqishi birinchi navbatda reaktivga, apparatiga bog'liq, reaktiviga bog'liq va uni sifatli ekanligi va albatta uni tekshirayotgan mutaxassisning tajribasiga bog'liq. Bunga ham bog'liq. Albatta, bu yerda человеческий faktor bor har doim. Hozir zamon juda rivojlanib ketganligi uchun avtomat apparatlar chiqayotganligi hisobiga bu yerda inson omili bo'lgan har bir foiz kamayishiga sabab bo'lyapti. Lekin polavtomat apparatlarda ishlovchi, biz endi soddaroq qilib aytamiz, dinozavrskiy apparatlarda ishlatuvchi klinikalar deb aytamiz va albatta bularda barida hammasini ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, mutaxassisga bog'liq. Mutaxassis uni kalibrovkasini to'g'ri qilishi va kerakli bo'lgan chastotalarni to'g'ri me'yorda olib borishi va eng yaxshi reaktivlardan foydalanishi va uning apparati xalqaro toifaga ega bo'lgan apparatlardan foydalanishi bu javobni to'g'ri chiqishiga, tashxisni to'g'ri chiqishiga olib keladi va tabiiyki tashxis to'g'ri bo'lgandan keyin davo choralari ham to'g'ri bo'ladi. Bitta narsani men misol qilib aytaman. O'zimizda shaxsan bemorlarimizda savol bo'lishadi. Aytadi, doktor, falon klinikaga bordim, sizda 100 ming so'm
konsulta anaqasi analiz bo'ladigan bo'lsa, palon klinikaga 70 ming so'm ekan. Arzonroq. Arzonroq ekan. Shu yerda topshirib kelaman deb aytadi. Yana men ularga aytaman, albatta birinchi beradigan savolim gormon bo'yicha ixlometida tekshirishadimi degan savol beraman. Yo'q, javob yo'q. Avtomatda tekshirishadimi degan savol beraman. Albatta javob yo'q. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, biz sog'lig'imizni qadrini o'zimiz juda arzon baholab qo'yamiz. Va albatta arzon bo'lganligi u javob to'g'ri noto'g'riligi qiziq emas. Uni orqasidan qilinish kerak bo'lgan tashxis va davo choralari natijasi qiziq emas. Birinchi o'rinda arzon narsaga uchamiz. Qarang, nima uchun uchamiz? Bu yerda ikkita sabab bo'lishi mumkin. O'sha kelayotgan bemorni moddiy ahvoli va tibbiy madaniyatsizligi ham sabab bo'lishi mumkinmi? To'ppa-to'g'ri. Nima qadrli, nima qadrsiz degan narsani oldin qo'yib olishimiz kerak edi. Birinchi va ikkinchi planda. Birinchi, ikkinchi planda. Ming afsuslar bo'lsinki, biza hozir mana Covid davridan keyin tibbiy madaniyat sal bo'lsa ham e'tibor berishni boshlashdi insonlar sog'lig'iga, dori ichish kerakligini, kerakli bo'lgan profilaktik vitaminlar borligini, qonni хотя бы suyultirib yurish kerakligini, jismoniy mashqlar muhimligini va yilda bir marta bo'lsa ham doktor nazoratida bo'lib turishini sezishi, his qilishi boshladi. Nega? Oldingi shunaqa hissiyot bo'lgan edi bizda. Bu endi faqat O'zbekiston davlatida emas. MDH davlatlarida shunaqa holat bo'lganki, meditsina tekin degan narsa bor. Tekin narsa qadrsiz bo'ladi. Va bu onga o'tirib qoladi. Onga o'tirib qoladi-da. Barchasi tekin va tekin bo'lgandan keyin bu qadrsiz bo'lib qoladi. Qadrsiz narsa hech qachon qadrlanmaydi. Buni vrach, oliy toifali vrach uni 25 yil umrini o'tkazib o'sha sohasini egallagan vrach ham qadrsiz bo'lib qoladi. Negaki insonlar hayotda nima muhim, nima zarurligini ajratish uchun buni tafakkur qilish kerak. To'g'ri, lekin Ahsan Karimovich, Sovet davrida, sobiq Sovet ittifoqi davrida tibbiyot davlat budjetidan to'langan. Siyosat biroz boshqacharoq bo'lgan. Lekin odamlarga hozir siyosat boshqacharoq ekanligini uqtirish ham bu ham bir madaniyatni belgisimi? Tibbiy madaniyat. Tibbiy madaniyatni oshirishimiz uchun biz nima qilishimiz kerak? Har bir qilinayotgan narsa bu qimmat. O'zi barchasi yevroga, dollarga keladi. Albatta bu qimmat kelingan narsani siz xohlasangiz, xohlamasangiz arzon qila olmaysiz. Demak, xarajat bor bu yerda. Xarajat bor. Bu yerda investor topishingiz kerak. Birinchi navbatda investor topishingiz kerak. Investor sizga pulni tikib qo'ymaydi, prosta tak. Va albatta siz uni pul tikkaningizdan keyin kerakli bo'lgan oddiy misol elementarniy bitta klinika uchun ajratiladigan summani e'tiborga oladigan bo'lsangiz, siz 500 ming dollardan 1 milliongacha sarflanadi. Albatta uni hech kim sizga prosta tak berib qo'ymaydi. Mana senga pul, nima qilsang qil, bersang berasan, bermasang bo'ldi, ketdi, havoga uchirsang uchir deb hech kim berib qo'ymaydi. Albatta siz uni olasiz investordan, kredit qilib olasiz. Kerakli bo'lgan reaktivlarni siz barchasi Germaniyadan kelgandan keyin, Germaniyada bu tabiiyki yevro sizga tekinga bermaydi. Barcha qiymatlarini siz olgandan keyin kerakli bo'lgan vrachlarning tannarxi, ularga siz maosh chiqarib berishingiz kerak. Elektr energiya, joizdagi arenda summasi, bular qo'shiladi. Hammasi hisob-kitoblik. Hisob-kitoblik, barchasi qiymat qo'shilgandan keyin umumiy tan narxi kelib chiqiladi. Va har bir narsa tan narxini kelib chiqishi bu sizni kachestvingizga borib, sifatga borib taqaladi. Endi ma'lumot o'rnida yana bir narsani aytib o'tmoqchimiz. Biz Doktor Hasan klinikasida shuni guvoh bo'ldikki, laboratoriya o'zingizda ekan, analiz, tahlillar qayergadir borib tekshirilmaydi, balki o'zingizni klinikangizni laboratoriyasi bor va mutaxassislar bor. Endi hozir shuncha ma'lumotga ega bo'lyapmiz. Siz o'zi oilangizda shifokorlar bormi? Shuncha ma'lumotga ega bo'lish va klinika ochish fikri bo'lganmi? Yoki vaqt mobaynida o'zimni klinikam bo'lishi kerak ekan, mana shu to'g'ri yo'ldan ketishim kerak ekan, inson salomatligi uchun degan fikrga keldingizmi? Bu o'rinli savol, tabiiy. Birinchi navbatda shu narsani inobatga olishim kerakki, bu yoshlikdan vrachlikka bo'lgan havas juda katta edi. Shifokor avlodimizda yo'q. Negaki, chunki doktorni ko'rganimda, to'g'ri, onam rahmatli vrachlarni ko'rganda havoslari kelardi albatta.
va tabiiyki u какой-то bir protsent motivatsiya beriladi ona orqali farzandga. Va o'zim ham shu xirurg bo'laman deb yurardim, jarroh. Keyinchalik bu sekin yillar davomida Toshmiga kuchimiz bilan kirdik, o'zimiz kuchimiz bilan. Albatta u yerda o'qib, yillar davomida shakllanib, qaysi yangi siklga borganingizda shu mutaxassis bo'laman degan hissiyot bo'ladi har bir insonda. Yangilikni o'rganish, qiziqish, sohani tanlashda. Va tabiiyki 4-kursdan keyin o'sha sikllarga boriladi. Urologiya, ginekologiya, kardiologiya, dermatologiya va tabiiyki shu 7 yil ichida faqat xirurg bo'laman degan narsa bo'lardi. Buni orqasida yillar davomida biz o'zim shaxsan mutaxassis sifatida shu dostуп bo'lish uchun u paytda dostуп yo'q edi, hozir ham dostуп yo'q. Siz faoliyat yuritish uchun, yo o'rganish uchun, yo shogird uchun o'sha joyda ishlashingiz kerak. Amaliyot o'tashingiz kerak. Endi shunaqa holat bo'lganki, hattoki endi kasbga bo'lgan muhabbat kuchli bo'lganki, sanitariyadan boshlaganman birinchi. Dostуп bo'lish kerak. Kirardim, hamma ishlarimni qilib olardim va tabiiyki o'sha kechqurun priyomniyda tabiiyki operatsionniy holatlar juda ko'p bo'lardi. Polarchishdan ham uyalmagan. Yo'q. Самое главное dostуп kirib olish. Chunki avlodda mutaxassis yo'q. Ustoz shogird o'rganish uchun yo otam bo'lsa boshqa gap edi, vrach yo borib o'rganadigan yo'q. Chunki o'zimga o'zim yo'l qidirishim kerak. Tabiiyki bu endi hayot mashaqqatlari, hayot maqsadingizga yarasha beradi-da. Inson hayotda barcha qilinishi kerak bo'lgan maqsadlarini to'g'ri qo'yib olsa, fokusini o'sha joyga yo'naltirilsa, tabiiyki diqqatini mana shu maqsadiga erishadi. Albatta maqsad xirurg bo'lish kerak. Va tabiiyki keyinchalik o'sha 6-7-kursda urologik mutaxassislar yo'nalishi bo'yicha endi o'zim urolog bo'lgan mutaxassis, sizni qarindoshlaringiz, oshna og'aynilaringiz ichida vrach degan gap bor. Ular umumiy shifokor. Har qanday savollar berishadi. Va tabiiyki oshna og'aynilarim, o'zimni tanishlarim urologik tomonlama murojaat juda ko'payib ketgan. Ayniqsa siz erkak kishiga beradi savol. Тем более vrach bo'lgandan keyin ham og'aynisi endi birinchi kuyovjoylardan boshlaysiz va tabiiyki bu sekin shakllanib, keyin men o'zimni qidirishni boshladim. To'xta, xirurgik tomonlama qiziqaman va unga qo'shildi urologik tomoni. Chunki yon atrofimdagi, chunki og'aynim so'raydi, ustozlardan so'rayman, tabiiyki yana o'zim kitob ochaman, o'qiyman. Siklda tavsiyani professional darajada berdim. Albatta. Studentlik davrimda men уже bemorlarni ko'rishni boshlaganman. Ya'ni yon atrofdagi tanish bilishlar murojaat qilgandan keyin tabiiyki ularga hech qachon yo'q deya olmaysiz. Farqi yo'q, siz 1-kurs bo'lasizmi, 5-kurs bo'lasizmi, tugatganmisiz, tugatmaysiz. Yo'q, vrach degan nom bor. Va albatta vrach bitta shunaqa narsa shakllanib qolganki, barcha narsani bilish kerak, mgновенно javob berish kerak, xatosiz 24/7 javob berishi kerak degan insonlarda paradigma shakllanib qolgan. Mana shu paradigma ongan ustida bo'lgandan keyin siz uni e'tiroz qila olmaysiz. Albatta, qo'lingizdan kelgancha insoniylik tomonlama, ham vrach tomonlama yordam berishga harakat qilasiz. Mana shu holat birinchi to'siq holatlarni barchasini o'rganib chiqib, keyin o'zimga o'zim yetganman. To'xta, urolog yo'nalishi bo'yicha tanlasam, albatta ham xirurgik yo'nalish bor, ham terapevtik yo'nalish bor. Ikkalasini birgalikda olib borish imkoniyati bor. Shundan keyin bu уже studentlik davrida уже urologiya yo'nalishi u paytda bizda urologический sentr endi ochilgan davr edi. Ustozimiz Rustamov Dmitriyevich bo'lardi. Biz o'sha ochilayotgan paytda u student bo'lib o'qib yurardik siklda. Va albatta o'sha joyda mehr tushgan, birinchi mehr shunda tushgan. Nimagaki o'sha ko'shetkalarni tashiyotganimizda, stullarni tashiyotganimizda eng zamonaviy sentrlardan biri bo'lgan o'sha paytda. Hozir ham xuddi shunaqa Respublikanskiy urologический markaz bizani birinchi bilim olgan dargoh hisoblanadi. Va albatta u joyda keyin xirurgik yo'nalishini olganimizdan keyin sekin mana уже bakalavr bitirdik. Va tabiiyki keyin magistraturaga kirishni boshladik. Magistraturaga kirganimizda ham biz konkurent urologiya erkak kishi yo'nalishi bo'yicha ayollarda ginekologiyani tanlasa, erkaklarda birinchi bo'lib urologiyani tanlashadi.
va eng yuqori talab va topshirish magistraturada ana shu ikkita mutaxassis yo'nalishda bo'ladi. Allohning izni bilan o'zimizni sababini, harakatini qilib magistraturaga уже kirib olganimizdan keyin, tabiiyki уже magistraturani bitirgandan keyin oliy toifali mutaxassis sifatida, как urolog sifatida shakllanib chiqdik. Urolog, androlog sifatida. Va ishga kirishimiz kerak. Tabiiyki muammo bitirishda emas ekan. Bu hayot o'zini bir tajriba har xil yo'singa solganidan siz holat shunday holat bo'lar ekanki, bitirib olgunizcha osmonlarda yurasiz. Bitirib olsam zo'r bo'lib ketaman, yaxshi bo'lib ketaman, chunki 10 yil umrni siz tikasiz, o'zingizni sog'lig'ingizni tikasiz, o'zingizni emotsiyangizni tikasiz. Tuni kun o'tkazilgan bedorlik bilan o'qilgan ilm, bilim, uyqusizlik kunlaringizni, tunlaringizni tikasiz. Va 10 yil bitirgandan keyin qarasangiz hech kim emassiz. Tabiiyki siz kutgan orzularingizdagi albatta holat ro'y bermayapti. Chunki 10 yil hech qaysi ilm dargohida buncha o'qilmaydi. O'qilmaydi. Chunki o'zimizda tengdoshlarimiz o'qigan, bitirgan, biz o'qib yurgan, hali ham studentmisan deb yurgan oshna-og'aylarimizni ichida qarasangiz, 4 yil, 5 yilda bitirib, o'ziga yarasha oyoqqa turib olgan, o'ziga yarasha shart-sharoitini qilgan va o'ziga yarasha statusiga ega bo'lgan insonlar shakllanishi boshlagan. Shu fursatdan foydalanib bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, har bir vrachlikni, sohani bitirgan inson 3 ga bitirsa ham, men %100 gapimga javob beraman. 3 ga zo'rg'a bitirgan inson ham boshqa bir dargohlarni, oliy dargohlarni 5 ga bitiradi. Chunki o'qish mashaqqati juda ham qiyin va hamma ham o'sha mashaqqatiga chidavermaydi. Mana kursdoshlarimiz uni orasida akademikga olib ketishadi, kursdan kursga qolib ketishadi. Kimdirlar boshqa sohasi bo'lmagandan keyin уже ichidan xolamaganidan keyin tabiiyki u boshqa universitet yoki bo'lmasa boshqa dargohlarga, oliy dargohlarga perevod qilib ketishgan. Demak, yo'l-yo'lakka tushib qoladi. Tushib qoladi albatta. Haqiqiy shifokor bo'lmaganlar. Yo'q. Bu ham tug'ma Allohdan ekanda-ya, shifokorlik ham. Albatta. Sababini siz qilasiz. Allohning izni bilan hammaga ham yuqtiravermaydi. Chunki men o'zimni kursdoshlarimizdan bilamiz. Albatta mana kursdoshlarimizdan bitirgan yillarimizdagi bizni 10 yillikda, 15 yillikda yig'ildik va tabiiyki o'zim analiz qilaman-da. Analiz qilsam, ishlayotgan doktor bo'lib ishlayotgan mutaxassislar atigi 15% tashkil qilyapti. Ming afsuslar bo'lsin kim. Afsuslar bo'lsin kim. Umr ketgan. U 10 yil o'zi o'qib bo'lganingizdan keyin tugamaydi-da. Yana uni siz ilm malaka oshirishingiz kerak. Kerakli bo'lgan kandidatskiy PhD deymiz va o'zingizni ustingizda ishlab uni doimiy izlanib yurishga siz majbursiz agar siz o'zingizni mutaxassisni ekspert bo'lmoqchi bo'lsangiz va kimgadir yordam bermoqchi bo'lsangiz. Chunki bu inson hayoti bilan bog'liq. Endi savol tug'iladi. Hasan Karimovich doktor Hasan klinikasining asoschisi, oilasida shifokorlar bo'lmagan, 10 yil o'qigandan keyin o'zini yo'lini topa olmagan, ortiqcha bir qop puli bo'lmagan, hozir qanday bu darajaga erishdi degan. Birinchi navbatda boya ta'kidlab o'tganimdek, o'zimni o'zim ish bilan ta'minlash birinchi holat bo'lib qolgan. O'ylash. Birinchi to'xta, hozir boryapmiz, bitirsak biz o'yladik, bitirganimizdan keyin hamma joyda ish bor. Quchoq ochib kutib olishadi. Quchoq ochib kutib olishadi. Poyandozlar yozib. Albatta. Keyin inson ortga qaragandan keyin fikrlash va anglash jarayoni bo'ladi. Mana shu holatda keyin to'xta. Endi o'zing ish bilan ta'minlaysan. O'zimga savol berardik. Buni ustozlarimiz ham ko'p qaytaradi. Kim bo'lmoqchiman? Birinchi navbatda. Bu demak ikkinchi bosqich. Avvaliga shifokor bo'laman, birinchi bosqich. O'qish jarayonida yana kim bo'lmoqchiman? Ikkinchi bosqich. Savol berardim o'zimga, kim bo'lmoqchiman? Qanday qilib erishishim mumkin? Erishishim uchun nimalar qilishim kerak? Va hozirgi endi soddaroq qilib aytganda, hozir A nuqtada tursam, B nuqtaga qachon yetib boraman va nimalar qilishim kerak? Keyin uni orasida ishga kirdim va bu ish hozirgacha shu davom etadigan bo'lsa,
kelajakda o'zimni hayotimdan o'zim afsuslanmaymanmi va oxirgi daqiqalarda, ya'ni jon chiqish davrida shu hayotni o'zimga o'zim soddaroq qilib aytganda kilometraj qilib ko'rganimda afsuslanmaymanmi degan orqaga qaraganda bekor o'tib ketdi. mana shu holatlarni ko'proq qiynagan va albatta to'xta, san harakat qilishing kerak degan o'zimga o'zim motivatsiya bo'lgan va albatta bu yerda ota-onani bergan sizga muhabbati, tarbiyasi, qo'llab-quvvatlashi, ishonchi, qo'llab-quvvatlashi bu sizga ruhan sizni tetiklashtiradi va tabiiyki harakatdan charchamaslikka va maqsad sari intilishga harakat qiladi. Qiyinchilik soddaroq qilib aytganda hozir mana trend bo'lyapti, yoshligimdan unaqa qiynalganman, bunaqa qiynalganman. Albatta barcha hech qaysi inson qiyinchiliksiz muvaffaqiyatga erishmaydi. Har bir qiyinchilikning orqasida muvaffaqiyat turadi. Siz qiyinchilik bo'lyaptimi, demak sizda muvaffaqiyat oz qoldi. Va mana shu harakat, bu mana shu motivatsiya o'zimga harakatni bir necha karra rivojlantirishga va bir necha karra harakat qilishga sabab bo'lgan. Albatta bu yerda moliyaviy holatga borib taqaladi baribir. Kreditlar ham olganmisiz? Albatta. Bu yerda o'zidan o'zi shunaqa. Yo'q, bu yerda ota-onani boshlang'ich kapitali bu sizga birinchidan motivatsiya beradi. U baraka beradi. Qancha bo'lishidan qat'iy nazar. 100 so'm bo'ladimi, 1000 so'm bo'ladimi, 1 million bo'ladimi, 10 million bo'ladimi? Ota-onani o'sha duosi bilan berilgan har bir motivatsiya bu o'sha pul siz ishlatmaysiz. O'sha pul sizni olishingiz, investitsiya qilishingiz kerak bo'lgan summani mingdan bir bo'lagi. Lekin inson uchun bu qadrli bo'ladi va o'sha narsa borligini siz his qilib turasiz. Va gazini bos, men borman deyishi va albatta ota-onamizning ishonch, albatta ishonishi, san qila olasan degan ishonchni siz his qilishingiz, qanaqa tog'liklar bo'lmasin, qanaqa mashaqqatlar bo'lmasin, buni yengishga harakat qilasiz. Tabiiyki uni orasida kredit olasiz, mashaqqatlar bo'ladi. Albatta uni orasida bu endi o'zidan o'zi bo'lmagan. Barchasi medpersavitlik bo'lib ishlab yurishdan boshlangan va undan oldin o'zim ham boshqa bizneslar, student paytimda ham bizneslar qilib yurganman, qilmagan ishim qolmagan. Albatta tibbiyotda, albatta bu yerda dori yo'nalishi bo'yicha, undan tashqari boshqa biznes sohalari bo'yicha harakat qilganmiz. Maqsad nima bo'lgan? Maqsad shu o'qish bitib olib, mana shu mashaqqat umrdagi davrni o'tib olish uchun va o'zini kasbini ustasi bo'lgungacha yordamchi sifatida buni foydalanib kelgan. Albatta bu sheriklik bilan ochilgan va albatta uni o'zimiz sherik bilan klinika, birinchi ochilgan klinika sherik bilan ochilgan. O'zimni og'aynim bo'lgan, yaqin do'stim, ming afsuslar bo'lsinkim, do'stim sal nopok chiqib qolgan, belaviz chiqib qolgan va albatta undan keyin bu ham behikmat bo'lmagan. Saboq. Bu ham behikmat bo'lmagan. Sherikli ish ot emas deyshadi, lekin sherikli ish bilan qiladiganlar ham bor o'zi. Bor. Lekin qarang, sherikligingizni qadriyatiga bog'liqda. Mana shu narsada bir kes aytib o'tmoqchiman. Siz sherik bo'lgan insoningiz agar qadriyatlari bir bo'lsa, ilmi, bilimi sizga yaqinroq bo'lsa va lavziga har doim turadigan holatda bo'ladigan inson bo'lsa, bu sizni Alloh aytgan. Agar sani ikkita sherik bo'ladigan bo'lsa, uchinchisi men bo'laman degan. Agar sheriklikning o'rtasiga yolg'on aralashsa, sheriklikning o'rtasida lavzsizlik qo'shiladigan bo'lsa, ishonchsizlik qo'shiladigan bo'lsa va bilimsizlik, ilmsizlik qo'shiladigan bo'lsa, bu Allohning o'rniga shayton qo'shilishi boshlaydi. Albatta bu sizga boshqacha ko'rinishda, tayoqning ikkinchi tomonlama qaraganda boshqacha ko'rinishda keladi va tabiiyki barchasi o'zgarishi bir yoq tomondan shu davrda siz o'zingiz uchun qiyinlik holat his qilasiz, qanaqadir bir tushkunlik, depressiv holat bo'ladi, lekin bu ikkinchi holat, bu yana ham o'sishga, sizni behikmat bo'lmaganligini, yana ham boshqa o'zingiz dadilona harakat qilishingizga bu sabab bo'lib qoladi. Sayqallanish. Albatta. Endi shu joyda savol tug'ildi. Shuning uchun ham balki siz hozir klinikalaringizni o'zingiz boshqarasiz. Bu oson emas, lekin qandaydir biznesni qilmoqchi bo'lsang, albatta boshida o'zing turmasang, u ish u darajada yurmaydi degan gap bor. To'ppa-to'g'ri. Endi qarang, mana hozir
biznes yo'nalishi mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'ramiz. Har xil mana motivatsiyalar berishadi, siz operativkadan chiqib ketishingiz kerak degan har xil so'zlarni aytadi. Lekin bu fikrga 100% qo'shilmayman. Har bir soha meditsina bilan aynan o'zimiz sohamdan kelib chiqadigan oladigan bo'lsak, meditsina sohasi juda qiyin soha hisoblanadi. Albatta, inson hayoti bilan inson bog'liq. hayoti bilan bog'liq. Javobgarlik katta. Sizdagi insonlarning kutuvi katta. Umidlari katta. Chunki yana bir avlodni davom etishi bilan bog'liq bu. Albatta, kutuvlari katta. Lekin ikkinchi tomonni qaraydigan bo'lsak, uni har bir narsani siz ideal holatga olib keladigan bo'lsangiz, buni orqasida juda katta moddiyat turibdi. Buni orqasida, chunki har bir olinadigan оборудниес arzon emas. Miyasizlar bo'lsinki, barchasi import bo'lib, tashqi boshqa davlatlardan kiradi. Albatta, bu yerda siz harakat olganingizdan keyin uni ishlatish uchun mutaxassis topishingiz kerak. Mutaxassis, professional darajada mutaxassis. U professional bo'lmasa, uni siz yetakchi, lider sifatida uni o'qitishingiz kerak. Albatta, uni izlantirishingiz kerak. Xalqaro toifaga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, har bir mutaxassisni siz biznes rahbari ham HR bo'lishingiz kerak. Xodimlarni olish, uni o'z o'rniga qo'yish, ular bilan birgalikda komanda, kollektiv tuzib, komanda holatda, lider holatda yetaklab olib borishingiz kerak. Jamoa. Agar siz liderlik sizda xususiyat bo'lmasa, sizga bo'lgan ishonchi xodimlaringiz bo'lmasa, bu kollektiv tarqab ketadi. Agar любой masalan vrach men aytaman har doim, vrach mutaxassis bo'lgandan keyin, direktor bo'lgandan keyin bu vrach lider bo'lish kerak. Rahbarlik qobiliyati bo'lish kerak va insonlarni tushuna olish qobiliyati va ularga kerakli bo'lgan KPIlarni vaqtida berish, bonuslarni vaqtida berish, ularni ishlata olish qobiliyati bo'lish kerak. Har bir insonga o'zini yuqorida aytganimdek qon gruppani men bekorga aytmadim. Bizda shu narsa an'ana yo'lga qo'yilgan. Har bir kelayotgan xodimni biz shaxsan men o'zim qon gruppasiga qarab turib, o'zini ishlash faoliyatiga qo'yamiz. Demak, qon guruhi, masalan, 3-qon gruppasi qaysi yo'nalishga to'g'ri keladi? Rahbarlik. Da. Ikkinchi qon gruppasi-chi? Ikkinchi qon gruppa bu ishchi. Birinchi qon gruppa? Birinchi qon gruppa bu liderlik. Liderlik. 4-qon gruppani olishga harakat qilmayman, chunki maskalari ko'p bo'ladi. 4-qon gruppa bor joyda ig'vo, fisq fasod ayrim holatlarda foizi yuqori bo'lmasa ham kuzatilib turadi. Lekin 100% emas. Lekin uni ham mohirona 4-qon guruhini ham xafa qilmaylik. Buni mohirona qo'yish kerak-da. Bu majoziy ma'noda aytadigan bo'lsak, 4-qon gruppani ko'proq insonlar bilan ishlovchi, ya'ni do'g'urlarni tuzuvchi, insonlarni bir jamoaviy holatda yig'ib, qandaydir bir organizatsion narsalarni bajaruvchi, tashkilotchi sifatida qo'yish kerak. Mana shu joylarga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va albatta 4-qon gruppani agent sifatida ham foydalansak bo'ladi. Chunki ularda shu darajada insonlarga moslashuv qobiliyati kuchliki, ichiga kirib ketadi. Va tabiiyki o'ziniki holati, o'zini maqsadi ayrim holatlarda esidan chiqib qoladi. Shuning uchun bu yerda icharlik vazifasini bajarish kerak. Vrach. Undan tashqari marketing yo'nalishi bo'yicha ham bilishingiz kerak. Ozmi, ko'pmi? Kamiga siz o'zingiz vrachlik holatingiz o'zi og'ir yuk. Va bu yukni ko'tara olmaydi. Ko'tara olmaydi ko'pchilik. Qanchadir bir muddat oilasini, ota-onasini tazyiqi bilan yo o'zini bir hayotdagi qiziqishi bilan harakat qilishligi mumkin. Lekin agar o'zini ichi, yuragi yonmasa, foydasi yo'q. 5 yil, 10 yil buni muddati. 5 yil, 10 yil. 10 yildan keyin bu so'nib qoladi. Va albatta bu yerda miyasizlar bo'lsin kim, buni so'nishga sabab nima bo'lsa, nima bo'ladi desangiz, bu uni moddiyatiga borib taqaladi. Klinikada, sizni xonangizda biz xuddi bokschilar ringga chiqqanda qo'yiladigan, bong uradigan nimani ko'rdik. So'radim, bu nima desam, siz aytdingiz, har bir yangi homila kelib, mana shu yerda bitta bong urib qo'yamiz, ramziy ma'noda. Nishonlaymiz deb. Yana bizni quvontirgani, mana siz rahbar sifatida shifokorlarni balki joy-joyiga qo'yganingiz uchunmi, sizda oiladagi quvonch, farzandsizlik sabab kelishadi ko'pchilik bemorlar. 100% dan 87%
o'sha natijaga erishadi. Bu eng quvonchli damlar bo'lsa kerak. Albatta, bu vrachni hech qanaqa ta'rifsiz, hech qanaqa pullar bilan belgilanmaydigan emotsional holat hisoblanadi. Xuddi o'zingiz farzand ko'rgandek bo'lasiz. O'zingiz farzand ko'rgandek, hamma qilgan orqada turgan mashaqqatlaringiz esingizdan chiqib ketadi. Buni qilishimizdan maqsad nima bo'ladi? Har bir oilalarda bizning bir maqsadimiz bor. Doktor Hasan klinikasini missiya, bu missiyamiz nima deb aytadigan bo'lsangiz, har bir oilalarga farzand ne'matga erishishda o'z hissamizni qo'shib Allohning roziligini olish. Bu bizning bu Allohning ne'mati. Lekin siz sababchi bo'lishni istaysiz. Biz albatta Allohning izni bilan biz sababini qilamiz. Va mana shu sababini qilgandan keyin u zurriyotni ko'rganimizda, ota-onasidagi xursandchilikni ko'rganimizda, mana shu qadriyatni biz o'zimizga birinchi navbatda bo'ng urilganda ota-onalar shukronalik hissi paydo bo'ladi. Ular uchun ham bu quvonchmi? Quvonch. Xonangizga kirganda qachon mana bir bong urib qo'yar ekanman deb o'ylaydimi? Albatta, bizda obunachilarimiz kelayotganda, muloqot qilishganda har doim kutib o'tirishadi. Doktor Hasan, xudo xolasa bo'ng urishga albatta boramiz. O'zingizni oldingizga mana shu imkoniyat darajasida qilib olaylik, keyin boramiz. Va albatta yengillik bo'lsa, albatta boramiz. Niyat qildim, ayolim hozir birga boramiz, yo xo'jayinim chet davlatda kelib qolsalar birga borib, albatta bo'ng urishga boramiz. Bu ramziy ma'noda bo'ng urish, bu farzand ne'matiga erishdagi shukronalik hissi. Endi hozir joy kelib qoldi farzand haqida. Oilalisiz, farzandlaringiz necha nafar? 4 farzandim bor. 3 o'g'il, 1 qiz. Ayolingiz shu sohadamilar? Yo'q, ayolim yurist. Yuristlar. Endi siz farzand ko'rayotganingizda o'zingizni farzandlaringiz uchun ham bir bong urib qo'yasizmi? Shunaqa holat bo'lganmi? Bizi endi har bir narsani farzandlarimizdagi bo'ng urish bizda qalban bo'lgan va albatta farzand endi bu ne'mat, eng oliy ne'matlardan biri. Eng shirin ne'mat va bu ne'matlarda erishishda boshqa narsalar bilan siz taqqoslay ola olmaysiz. Har bir farzandingizni o'ziga yarasha xarakteri bor, o'ziga yarasha quvonchi bor, o'ziga yarasha unga podxod qilasiz. Injiqliklari bor, o'ziga yarasha. Hali aytganingizdek, qon gruppasi har xil. Qon gruppasi har xil, dunyo qarashi har xil. Kimgadir kulishib gaplashasiz, kimgadir sarserozroq turib gaplashasiz va farzandlaringizga umuman qilib olganingizda siz farzandingizdagi oiladagi tarbiyangiz siz boshqa bir korxonadagi tarbiyangizni professionallik holatiga olib keladi. Har bir rahbar inson oilasidagi tartib, rahbarlik darajasi, liderlik darajasi oilasidagi tartibdan boshlanadi. Oiladan boshlanadi. Agar siz oilangizda tartibli bo'ladigan bo'lsangiz, birinchi navbatda siz o'zingiz andoza bo'lasiz farzandlaringizga. Yana Suxamlinskiyning shunday gapi bor. Farzandlaringizni tarbiyalashga urinmang. Ular baribir o'zingizga o'xshashadi. O'zingizni tarbiyalang deydi. Qayta masalan sigaret chekib turgan, tamaki chekib turgan ota tamaki chekmagin deb o'g'liga o'qitirgani bilan shaxsiy namuna bo'lmagandan keyin foydasi yo'q. Endi yana bir savol tug'iladi. Farzandsizlikdan aziyat chekayotgan oila ko'pincha tushkun kayfiyatga tushib qoladi. Kayfiyatsiz bo'lganda mana shu kayfiyat homilani paydo bo'lishiga ham ta'sir qiladimi? Muolajalar hammasi yaxshi, to'g'ri kelyapti. Lekin ruhiy holat, kayfiyat ta'sir qiladimi? Ta'sir qiladi albatta. Biz protokol bo'yicha lecheniya qilamiz. Albatta, standartlar asosida lecheniya qilgan paytda har doim er-xotinga birgalikda yondashiladi. Er-xotinni birga lecheniya qilamiz. Ya'ni bu yerda urolog, androlog, ginekolog, endokrinolog birgalikda yondashiladi. Uyg'unlikda. Albatta. Simbiozning. Chunki birgalikda bu narsani yondashilmasa, kerakli bo'lgan natijaga ola olmaymiz. Va albatta buni natijalarni yuqori bo'lishi ham birdan bir sababi shu. Er-xotin mana o'tgan yilgi statistikalarimiz kelayotgan murojaat qilgan bemorlarimiz orasida 87% ni tashkil qilgan homiladorlikka erishgan natija. Atigi 13% homiladorlikka erisha olmadi. Lekin buni sababi nimada deb aytadigan bo'lsangiz, bular ham farzand ne'matiga erishishga haqli. Lekin Allohning izni bilan bu yerda genetik kasalliklarning bo'lib qolishi, bu yerda follikulyar nidrostatiklarning bo'lishi, bu yerda biz azospermiya deymiz, ya'ni urug'ning yo'q bo'lishligi
va qo'shimcha boshqa yondosh kasalliklarning hisobiga bu keyingi amaliyotni qilishi kerak bo'lgan jarayonga o'tkaziladi. Ya'ni bu ekstrakorporalniy ablatvorение deyiladi, sun'iy urug'lantirish. Hozir meditsinamiz juda rivojlanib ketgan. Ya'ni xalq tilida eko. Eko, da, albatta. Bu narsa eko yo'li orqali amalga bajariladi. Lekin men sizlar bo'lsinkim, buni statistikasi ham yuqori emas. Yuqori emas. Chunki ekoni biz eshitishimiz bo'yicha bir urinishda natijaga erishish qiyin. Albatta. Lekin pokazaniyasi borda, har bir narsani ko'rsatma va qarshi ko'rsatmasi bor. Bu ayol bilan erkakka bog'liq bo'lgan narsa. Lekin uni inson tomonlama hammasini mukammal darajada bajarganda ham, ideal holatda bajarganda ham, uni Allohning izni bilan bo'ladigan jarayonda. Agar bermasa foydasi yo'q. Chunki statistikalar shuni ko'rsatadiki, xalqaro statistikalar eko farzandni bo'lish jarayoni statistikasi 35-40% ni tashkil qiladi. Albatta, bu degani 10 ta odamdan atigi 3 tasida homiladorlik bo'ladi degani. Bu birinchi bosqichda. Shunda ham hamisha bir urinishda emas. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Albatta, bir urinishda bo'lmaydi. Ayrim holatlarda homiladorlik bo'ladi, yuzaga keladi, tekshirishadi, testlar положительный, oilalar baxtli bo'ldi. Lekin homila bo'ldi degani bu homila farzand tug'ildi degani emas. U keyingi bosqichga o'tadi. Keyingi bosqichi postli eko, o'sha ekodan keyin vedeniyasiga bog'liq. Mana shu joyda boyaga aytgan savolingizga men javob bermoqchiman. Bu yerda emotsional holat ayolning holati ko'proq bog'liq bo'ladi. Ya'ni albatta bu yerda tushkunlikka tushish, g'azablanish, biron bir depressiv holatlar yo oilasidagi notinchliklar, bular emotsional holati gormonal statusga ta'sir ko'rsatadi. Gormonal o'zgarishi. Albatta, bu qondagi gormonlarning, kortizol gormonlarining oshib ketishi, bu gormonal balansni izdan chiqishi va tabiiyki inson o'zini o'zi himoya qilish programmasi ishlashiga sabab bo'ladi. Va albatta, shunday narsani inobatga olishimiz kerakki, har bir gormon oshishi bilingki, boshqa bir gormonni izdan chiqarishiga, boshqa gormon pasaysa, ikkinchi gormonni ko'payishiga sabab bo'ladi. Va bu esa farzandni muddatdan oldin letalniy исход deymiz, o'lim holatlariga olib kelishi va farzandning rivojlanishidan to'xtab, u vikidish berishiga sabab bo'lib qolishligi mumkin. Bu oddiy emotsional, biz e'tibor bermaydigan holat. Lekin ikkinchi tomoni bor. Tanganing ikkinchi tomoni bor. Bu yerda emotsional holatda biz gormonlarni stabil holatga olib keldik. Barchasini va u yerdagi genetik avloddan avlodga o'tuvchi irsiy kasalliklar bor. Buni xohlaysizmi, xohlamaymizmi? Mana oldingi ota-bobolarimiz 7 avlod surishtirganda bekorga bejiz etishmagan. Va bu narsa inson bordurki, bu xohlaysizmi, xohlamaysizmi, genetik holatda dominuющий holatga olib keladi va kimdadir bu yuzaga chiqish ehtimolligi bor. Shunday holatlarda barcha insonlar bu narsalarni esdan chiqarishadi albatta va bu yerda yana kutuvimiz doktordan. Va umidlarimiz doktordan. Va mana shu holatda ko'proq zamon hozir rivojlanib ketdi. Albatta bu yerda genetik tekshiruvlarni qilib va shu ma'noda farzandlarni ertaga uylantirayotgan, turmushga chiqarayotgan paytda qarindoshlariga bermaslikni tavsiya qilaman. Ya'ni bu qorindoshlar. Qorindoshlar bu albatta bu amma, xola, tog'a va hokazo. Qancha uzoqroq qarindoshlar emas, begonalarga kerak bo'lsa, qancha boshqa millat vakillariga agar dini, tili, qadriyati to'g'ri kelsa, berish bu genni, qonni tozalanishiga. Qon almashsa yaxshi. Qon almashinishiga, yangi qon kerakdi. Albatta bu qon almashinishi bu irsiy kasalliklarning foizini tushirib yuboradi. Va tabiiyki sog'lom farzand tug'ilishiga sabab bo'lib qoladi. Endi hozir mana biz oqibat haqida gaplashyapmiz. Oqibat oilalar keladi, farzandsizlikdan aziyat chekadi, xafa bo'ladi, tushkunlikka tushadi. Bizda ko'p gapiriladi, farzandni ona qornida tarbiyalash kerak degan fikr ko'p yuradi yillar davomida. Endi ota-ona bo'lishga qachondan tayyorlanish kerak? Mana shu savol juda zo'r savol berdingiz. Mana shu farzandni tug'ilishidan boshlab ota-onaga tayyorgarlik ko'rish kerak.
lekin mana er xotin yosh oila farzand ko'rdi. Yosh oila. Mana shu farzandini bo'lajak ota yoki ona qilib tarbiyalashi muhimmi? muhim albatta. Qay darajada? Qarang, Nimaga man ahamiyat sizga berish kerak? birinchi ahamiyat beradigan narsasi, buni yoshga doir holatlari bor. Farzand o'g'il bola misolida aytaman. O'g'il farzand tug'ilgandan keyin har bir ota-ona vazifasi uni yorg'oqqa tuxum tushgan tushmaganligini ko'rish. Erkaklik holatini to'g'ri rivojlanmaganligini bilish kerak. Necha yoshidan boshlab? Bu tug'ilishini o'zida ko'riladigan narsa, chaqaloqlikni o'zida. Bu endi raddomdan chiqish holatlarida doyalari ko'rib, kasalliklar bo'lsa buni bartaraf qilish chora-tadbirlarini ko'rishadi. Bu birinchi holat. Ikkinchi holat 3-5 yoshni tashkil qiladi. O'g'il bola haqida 3-5 yoshni tashkil qiladi. Mana shu davrda farzandlarda platonistskiy sevgi deyiladi. Ya'ni bu erkak ayolni ajratuvchi holat shakllanadi, psixologik holat. Mana shu yoshda erkaklarni ayollarning ichida qo'ymaslik, ularning o'g'il bola o'yinchoqlarning olib berishi, o'g'il bolalar bilan birga qo'shib o'ynatishi, bu o'ta muhim va zarur bo'lgan holat hisoblanadi. Shu ham ta'sir qiladimi? Albatta, mana shu psixologik pochva kelajakda boshqa bir yomon kasalliklarni oldini olishga sabab bo'lib qoladi. Va mana shu ayolga bo'lgan birinchi ilk sevgi 3-5 yoshda tashkil qiladi. Mana shu holatda o'shanda shakllanadi. Birinchi tuyg'u. O'shaning uchun farzand onasiga, erkaklar onasiga, qizlar esa otasiga yopishib qoladi. Ha, yaxshi ko'rib qoladi. Yaxshi ko'rib qoladi. Qizg'anishadi. O'g'il bola onasini yaxshi ko'radi degan. Albatta, mana shu davrda bu shakllanadi. Bu davr 6 yoshgacha. Albatta, 6 yoshgacha bu davom etadi. Mana shu davrda inson o'zi uchun, erkak, ayol o'zi uchun ideal holatni shakllantiradi. Endi bola o'zining fikrida. Qiz otasini, Da. U endi o'zini mehr. Lekin ota tomonlama qilish kerak bo'lgan narsa nima desangiz, bu yerda bolani sportga berish, bolani erkaklar o'ynaydigan o'yinchoqlar bilan ta'minlanishi va ko'proq o'g'il bolalar bilan yurishni ta'minlab berishi kerak. Ayrim insonlarda mana qarasangiz 3 ta 4 ta qizligi bor, lekin bitta o'g'il qiz, haligi o'g'il 4-chi yo 5-chi o'g'il qizlarini ichida katta bo'lyapti va tabiiyki u yerda biz aytamiz psixologik yondashuv o'zgarib qoladi kelajakda. Bu har bir psixologik yondashuv insonlarni keyinchalik domineruvchi holatga olib keladi. Bu ko'rkada turadi, achak bo'lib, faqat u yonmagan, cho'g' bo'lmagan iskra sifatida turadi. Lekin buni shakllantirishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Bu stressiy holatlar, irsiy kasalliklarning borligi, hayotdagi to'qnashuvlarning bo'lishi, yon atrofni o'zgarishiga munosabatlari va undan tashqari biz ko'proq uchratamiz bu sistemik kasalliklarni, infeksion kasalliklarning hisobiga mana shu holatlarning rivojlanib ketishiga sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun er-xotin o'rtasidagi munosabat kelganda, hozir kechirasiz. Endi qizlarchi? Qizlar demak xuddi shuni aksi. Qiz qo'g'irchoqlar o'ynashi kerak. Albatta. Qiz bolalar bilan. Qiz bolalarda shu narsani kuzatamiz. Bu yerda ko'proq otasi bilan ko'proq bo'lishni munosabat qiladi. Mana shu yoshda ayollar qizlar bilan mana e'tibor bersangiz dugona o'ynashadi, bekimocha o'ynashadi, yo biron bir ayolga xos bo'lgan narsalarni tikishi, yasashi yoki bo'lmasa pishirishi yo o'sha holatda foydalanishga harakat qiladi. Mana shu holat bu ayollik hissini, qizlik hissini shakllantirishiga bu sabab bo'lib qoladi. Lekin ba'zi otalar qizlarini shu o'g'il bolacha o'yinlarga o'rgatishadi, o'g'il bola qizim deb qo'yadi. Bu demak maqtovli holat emas. Yo'q. Bu maqtovli holat emas. Lekin u o'sha xislatlarni o'zida his qiladigan bo'lsa, qachonlardir bu domineruvchi fonga chiqishni boshlaydi. Va bu esa kelajakdagi oilalarda nomutanosiblikka, oilalarning parokanda bo'lib ketishiga va o'sha xislatlarning rivojlantirishi bu ikkinchi tomonlama, xo'jayini tomonlama liderlik bo'lib qolgandan keyin ayol bizani qadriyatimizda hamma ham yoqtiravermaydi. Erkaklar yoqtiravermaydi. Uni tushunadigan inson bor, tushunmaydigan inson bor. Agar u aql idrokli, tarbiyali, ilmli, bilimli inson bo'ladigan bo'lsa, albatta buni to'g'ri tushuntiradi va uni muvaffaqiyatini birgalikda erishtirishga, niyatini birgalikda harakat qilishiga, oila bilan rivojlantirishga harakat qilishadi. Agar qadriyat tomonlama bu yerda bu neprinятый holat bo'ladigan bo'lsa,
Tabiiyki bu erkak bilan ayolning o'rtasidagi munosabatlarning buzilishiga olib kelib qo'yadi. Aynan mana shu joyda shu savolni bermoqchiman. Mana bizda birinchi kecha bor. Mana ota-ona bo'lishga rasman tayyorgarlik qilinadigan to'ydan keyingi birinchi kecha. Shunda hozirgacha menimcha shunaqa, shu kuyovjo'ra kuyovni tayyorlaydi, yangi kelinni shu chala-chulpa pala-parcha tayyorlab qo'ya qolishadi. Albatta. Bu to'g'rimi? Bunga qanaqa tayyorgarlik ko'rish kerak? Va bu muhimmi? Birinchi kechadagi madaniyat ham muhimmi? Endi qarang, bu bizada hali shu kecha kunduzda ham bu yopiqli mavzu hisoblanib keladi. Lekin bu oila uchun eng muhim bo'lgan narsa. Men shaxsan mutaxassis sifatida jinsiy tarbiyani birinchi navbatda ota-ona berish kerak. Men boya bekorga aytmadim, bejiz aytmadim. Farzandni birinchi tug'ilishida e'tibor berish kerakligi ayollarda va qizlarda. Ikkinchi erkaklarda ham o'sha olatning holati, yorg'oqning holati e'tibor berish kerak. Ikkinchi holat bu 3-5 yoshda. Bunda ham psixologik yondashuvlarni to'g'ri qilish. Uchinchi holatimiz bor. Mana shu uchinchi holatda eng muhim holat hisoblanadi. Bu bizda qizlarda 8-12 yoshni tashkil qiladi. Erkaklarda esa 10-14 yoshni tashkil qiladi. Mana shu davrda siklning o'zgarishi, gormonal o'zgarishlarning erkaklar erkakchasiga shakllanishi, ovozning do'rilashi, soqol mo'ylovlarning chiqishi, o'ziga testosteron miqdorining ko'payishi va o'ziga bo'lgan ishonchini oshishi va o'sha momentda qaysarlik bo'lish ehtimolligi ko'proq bo'lishi ota-ona inobatga olish kerak. Va albatta qizlarda ham xuddi shu narsa bo'ladi. Lekin Hasan Karimovich, ota-onalar bu mavzuda gaplashishni uyat hisoblashadi. Bilasizmi? Ko'p Endi holatlarda to'g'ri, uyat deb hisoblashadi, lekin bitta narsani men ular tashqaridan eshitgandan ko'ra ota-onasidan to'g'ri maslahat olgani yaxshi emasmi? Shuni ota-onalarga albatta aytib o'tish kerak qayta-qayta. Bu yerda ota-onasini ilmiga, bilimiga bog'liqda. Agar ota-onasi o'sha ilmni bera olmasa, unda mutaxassisga olib borish kerak. Ginekologga olib borish kerak. O'g'il bolalarni esa urologga olib borish kerak. Urolog, ginekolog bular o'zi yoshga nisbatan kerakli bo'lgan psixologik yo'nalishni ko'rsatishda o'zi to'g'ri yo'lini ko'rsata oladi. Va tabiiyki ertaga ginekolog ko'rsatgandan keyin har bir ayolni ginekolog do'sti bo'lish kerak. Birinchi do'sti onasi bo'lsa, ikkinchi do'sti ginekolog bo'lish kerak. Demak, o'zini har doim maslahat so'rab turadigan Albatta. ginekolog. Любой holatda telefon qilib palonchi mana shunaqa muammoim bo'lyapti. Nima maslahat berasiz? Yoki bo'lmasa yonlariga borib maslahat olib turishni. Yigitlarni urolog bo'lish kerak. Yigitlarda esa albatta urolog do'sti bo'lishligi kerak. Kuyov-jo'ra emas. Lekin men sizlar bo'lsinki, mana shu kuyov-jo'ralarning noto'g'ri tushuntirishi, kelin yangalarning noto'g'ri fantastik obrazning holatlarini, voqealarning aytib berishi va uni turmushga chiqqan dugonalarning voqealarining aytib berishi bu insonlarda, qizlarda ayniqsa qo'rquvga olib keladi. Ongiga o'tirib qoladi va albatta bu baxtli kechani, ya'ni o'zligi uchun ochishi kerak bo'lgan ixtironi ochish emas, uni to'xtatishiga sabab bo'lib qolish ehtimolligi ko'proq. Va bu kayfiyatga ta'sir qiladi, Albatta, ruhiy holatga, bir-birini yoqtirmay qolishi mumkin. Organizmga holatga ta'sir qiladi. Bu hattoki shu holatlarga olib keladiki, biz vaginizm deymiz. Bu ayollarda ko'proq kuzatiladi. Vaginizm holatlarining shakllanib qolishi va qo'shila olmaslik, o'sha birinchi kechani neuspeshniy bo'lishi bu kelajakdagi butun umr hayotdagi qiynalishlariga sabab bo'lib qoladi va bir-biriga bo'lgan ishonchsizlikka sabab bo'lib qoladi. Kelajakda mana bizani ko'rigimizga kelishadi. Yaqinda mana bo'ldi, Samarqandda bir bemorimiz keldi. Farzandsizlik bo'yicha ota-onasi olib kelishyapti. Ko'rib, tekshirib, mana endi urolog androlog sifatida xo'jayinlarni tekshiryapman va ayollarni ginekolog, tabiiyki ginekolog tekshiryaptilar. Klinikangizda albatta er va xotin birga kelishi kerak. Bitta-bitta tekshirmaysizlar. Yo'q, ayrim holatlarda bo'ladi. Eri kelishadi, erini men masalan tekshirib, erkakni hammasini tekshirib holatlarini bartaraf qilib bo'lganimdan keyin ularda muammo yo'q bo'lsa, sразу aytiladi, sizda muammo yo'q, ayolingizni ko'rikka olib keling. Ayrim aksariyat holatlarida, 70-80% holatlarda biz talab qilamiz birgalikda kelishni. Bo'ladi bir xil holatlarda ayolning o'zini shaxsiy ginekologi bor,
va tabiiyki erkagini u ham davolanishda bo'ladi. Единственный bitta narsani men o'zim ularni otvetlarini, javoblarini, analizlarini birga korreksiya qilib turib, birga olib boramiz va konsulim qilib qilgan holatda telefon orqali. Endi hozir zamon rivojlangan. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Samarqandlik misoliga keladigan bo'lsak, vrachlarimiz tekshirib bo'lganimizdan keyin ming afsuslar bo'lsinkim, vrachim yugurib kiryapti yonimga. Hasan Karimov ginekolog. Hasan Karimov bular hozir farzandga harakat qilishyapti. Bu axir qiz bola-ku deb kirib kelishyapti. 2,5 yil birga yashashgan. 2,5 yil birga yashashgan, ota-onasini oldida, quda-andalarning orasida bularda farzand bo'lgani yo'q. Endi farzandga harakat qilishimiz uchun doktorga borishimiz kerak degan narsa bor. Lekin qachonlardir ular birinchi kecha uspeshniy bo'lganmi, bo'lmaganmi degan savol yo'q. Ming afsuslar bo'lsinkim. Bu yangilar bilmadim nima ish bajarishgan, kuyovjo'ralar qo'shnoq ichidagi qaysidir maslahatlarni bergandir. Endi ular ham mutaxassis emas. Albatta, mutaxassis emas. O'zini bilganini tushuntirib berishgan. Kimdir to'g'ri tushuntiradi, kimdir noto'g'ri tushuntiradi. Va tabiiyki bu xotin endi bola, erkak juda yuvosh, bu narsalardan ancha yiroqroq bo'lgan inson, ma'lumotga ega emas va albatta unga to'g'ri yo'naltirib, to'g'ri tushuntirib, to'g'ri yondashilgandan keyin albatta mana hozir xudo xolasa yengillik bor. Bu bizni eng tez va yaxshi natijalarimizdan biri hisoblanadi. Eng quvonchli narsamiz ham mana shu. Nega? Chunki uni qaynotasi olib kelgan. Shu hozir lechena bo'lgandan keyin homilador bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa ajrashtirib olaman deb olib kelishgan. Tushunyapsizmi? Mana shu holatda doktorlarning zimmasiga bir necha karra yuk tushadi. Va albatta buni ular psixolog bo'lishi ham kerak shu joyda. Albatta, bu to'g'ri yerda yondashuv uchun. To'g'ri yondashuv kerak. Oilaning har bir a'zosiga. Albatta. Bu eri xotinga, kerakli bo'lgan qaynotasiga, qaynonasiga, kerakli joylarda siz maslahatlarni berishingiz kerak. Nega? Birinchi navbatda oilani saqlab qolish bu yerda. Maqsad. Oilani saqlab qolgandan keyin bu qolgani sekin-sekin hal bo'ladigan narsa. Chunki siz berishingiz kerak bo'lgan bilimlarni va unga kelishingiz kerak bo'lgan qilishingiz barcha lechena yoki bo'lmasa jarrohlik usullarini agar u xohlamasa foydasi yo'q. Siz Marsdan kelgan vrach bo'lsangiz ham, xalqaro toifadagi Germaniyadan yo Izraeldan yoki Amerikadan kelgan vrach bo'lsangiz ham foydasi yo'q. Chunki siz berayotgan lechenangiz, qilinayotgan manipulyatsiya barchasi atigi 10% tashkil qiladi. 90% o'ziga bog'liq. 90% bu o'ziga bog'liq. 50% bu genetik holatiga bog'liq. 20% bu o'zini ichish, ichmaslik, qilish, qilmasligiga bog'liq. Va albatta 10% bu doktorga bog'liq. Va yana 20% uni amaliyotni qay darajada boshqaradi. Demak, Hasan Karimovich, bir necha asrlar avval tib ilmining sultoni Ibn Sino shifokor 10% davolaydi, 90% bemor o'ziga o'zi shifokor degan gap hali ham dolzarb ekan. Albatta. Endi hozir shu joyda bitta savol bermoqchiman. Lekin biz hozir teskarisini qilamiz. Kutuvimiz 90% vrachlardan, atigi 10% o'zimizga bog'liq degan holat bor. Mana shu paradigmani biz o'zgartirishimiz kerak. Mana shu tibbiy madaniyatga kiradi. Mana insonlarda shu fikr yetib borish kerak ongiga. Albatta. Siz gipodinamiya qilmagan, testosteronin tushib ketyapti. Sahriga, glyukozaga, uglevodga boy bo'lgan mahsulotlarni yemagan, sahrin oshib ketyapti va tabiiyki siqilish, boyiga yetgan emotsional holatdan, stressiy holatdan o'zingni olib qochib yurgin va o'sha holatda e'tibor bermaslikka harakat qilgin desangiz, lekin u o'sha holatda yuraversa, gipodinamiya harakatsizlik bo'lsa, kerakli bo'lgan zararli odatlarni tashamasa, bu alkogol deymiz, bu spirtli mahsulotlar, bu narkotik, bu kerakli bo'lgan nikotin содержащий preparatlar deymiz, bularni barchasini bartaraf qilmasa,
siz mo'jizaviy dorini bersangiz ham foydasi yo'q. Va aynan mana shu joyda 87% natija bor, 10% yo'q, 13% yo'q 13%. natija. Mana shular kirsa, endi baribir 13% yo'q natijaga ham pul sarflashadi-ku. Kelishadi shifokorga. O'sha siz aytgan gipodinamiyani qilishmasa ham tahlillar topshirishadi, konsultatsiyaga pul berishadi. Ma'lum bir miqdorda moddiyot sarflanadi. Shu sarflangandan keyin natija bo'lmasa janjal ham qilishadimi? Albatta, bor unaqa. Shuncha pul sarfladim, menda natija yo'q, nima qiladi? Pulimni qaytarib beringlar. Endi qarang, mana bunaqa narsada insonlarda boyaga aytganimizdek, vrachlardan kutuvimiz ko'p. Bu butun dunyoda emas. Ming afsuslar bo'lsinki, bu har qayerda MDH davlatlarida bu shakllanib qolgan. Negaki bu barchasi oldin tekin bo'lgan narsaga bir tekin qadrsiz bo'lib qolgan va biz pul ishlatdikmi buni natijasi bo'lish kerak degan hissiyot bor. Lekin inson omili qilishi kerak bo'lgan barcha ilmi, bilimi, tajribasini qo'llagan holatda ishlatiladi. Hattoki Ibn Sinoni bir gapi bor. Biz agar bemor men bilan do'st bo'lsa, biz kasallikni yengamiz degan ekan. Agar kasallik bilan bemor do'st bo'lsa, unda men ojizman degan ekan. Ikkiga bir bo'lib. Butun dunyo tan olgan tib qonunlarining asoschisi, meditsinani qo'pol qilib aytganda otasi, meditsinani shu shakllantirib, ixtiro qilib, dunyoga tanitgan, mana shu insonni eng komillik darajaga erishgan insonning fikri shu holatda bo'lsa, endi faraz qiling, biz qanaqa holatdamiz va biz shu holatda qanday chiqib ketamiz? Albatta, bu ikki qo'l baravar emas. Agar bir qo'lni harakat qilaversangiz, hech qachon qarsak bo'lmaydi. Dorilarni to'g'ri vaqtida olsa va genetik inson harakat qila oladigan holat bor, harakat qila olmaydigan holat bor. Agar u genetik kasal bo'ladigan bo'lsa, irsiy kasallik bo'ladigan bo'lsa, unda meditsina ojiz bo'ladi. Endi Suqrotning ham bir gapi bor, ruhni sog'lomlashtirmay turib tanani davolab bo'lmaydi deydi. Bu ham to'g'ri keladimi? Farzand ko'rishga. Albatta to'g'ri keladi. Lekin qarang, bitta narsani aytib o'tishimiz kerakki, farzand ko'rish uchun ota-ona oldin tayyor bo'lishligi kerak. Ruhan tayyor bo'lish kerak. Ruhan, jismonan. Jismonan. Endi moddiy jihatdan. Moddiy jihatdan ham. Chunki bitta narsani tan olishimiz kerakki, faqat gap bilan davolab bo'lmaydi. Chunki qilishi kerak bo'lgan preparatlar, qilishi kerak bo'lgan jarrohlik usullarini siz bajarmasangiz foydasi yo'q. Albatta yuqorida sanab o'tdingiz. Xarajatsiz harakat nolga teng deyiladi. Ming afsuslar bo'lsinki, biz hozir kapitalizm davrini xohlaymizmi, xohlamaymizmi tan olgimiz kelmasa ham shu davrda yashayapmiz. Va barcha narsalar oldin balki просто tak berib qolganligi, mana shu SSR davridamiz, MDH davlatlaridagi yondashuv meditsinani rivojlanishdan ortda qoldirib yuborgan. Rivojlangan davlatlarga qaraydigan bo'lsangiz, barchasi nimani hisobidan rivojlanib ketadi? Hammasi tikilayotgan investitsiyaning hisobiga. Oddiy misol qilib aytaman. Mana bir og'aynim bor, Floridada yashaydi. Dermatologga borishligi kerak bo'lgan. Kechqurun endi telefon qilyapti. Bizda soat teskari bo'lganligi uchun aytayapti, Hasan o'rtoq, o'g'limni qo'lini rasmiga olib jo'natib yuboradi. Mana shuni ko'rib bergin dedi. Ko'rib berdim, raznosvetniy shay, men maza surib olgan, bo'ldi, o'tib ketadi dedim. Keyin ular endi avgustda kelishadi Toshkentga va tabiiyki ishoning, mana shu sochini tolasigacha doktorlardan o'tib, tekshiruvlardan O'zbekistonda, ya'ni o'sha biz yomonlayotgan, biz mol doktor deyotgan, biz qo'shtirnoq ichidagi insonlarning arafasiga, ularning manipulyatsiyaga tushayotgan insonlarning fikrini eshitadigan doktorlarga tirnog'idan tortib, tishidan tortib, sochini tolasigacha ko'rikdan o'tib, tekshiruvdan o'tib ketadi. Bir gap aytdi menga. Hasan deyapti, men senga yozib yubordim, rahmat kattakon. Endi men senga bo'lgan voqeani aytib beraman dedi. Haligi vrach borib turish uchun, ya'ni green card bilan yutib ketgan, vrachga borgan. Tabiiyki 2 hafta navbat bilan turishgan. Navbat 2 hafta navbat bilan vrachga borishgan.
2 hafta navbat bilan borib vrach palon endi protokol bo'yicha standart bo'yicha analizlarni topshirib kelasiz va ko'rib beraman degan. Va tabiiyki analizlarni topshirib $1700 analizlarni topshirib vrach qabuliga borgan. Vrach qabuliga borgandan keyin vrach shundoq ko'rgan, yo'q, bu meni yo'nalishimdagi kasallik chiqmadi. Siz palon yo'nalishdagi vrachga borasiz. Va albatta, endi qarang, bu yaxshi ham strixovkasi bor. Strixovkasi borligi uchun u strixovkasida qaysidir qismi qoplanadigan, qaysidir qismi qoplanmaydigan jihati bor ekan. Sug'urtasi bor. Sug'urtasi Tibbiy bor. sug'urta. Da, mana shu tibbiy sug'urtada borligi uchun ham $1700 ishlatdi. Va tabiiyki ikkinchi doktorga bormoqchi bo'lganda borgan ekan, 25 kundan keyin kelasiz debdi. Oho, ungacha bu tanadagi Va toshmalar albatta, hamma joyiga toshib ketishi mumkin-ku. Yana unaqada. ekstreniy U vaqt holatda o'tganda. kim tushadi? Yana o'sha do'sti vrach. Va menga jo'natordi, men maz yozvordim. Endi maz to'g'ri bizani endi so'mimiz unaqa qimmat turmaydi. Umumiy olganda 37 ming so'm turadi. Va tabiiyki ular uchun hech narsa emas va o'sha maza surgandan keyin yaxshi bo'lib ketadi. Hasan deyapti, men deyapti, oddiy shu 37 minglik maza olib surib bartaraf qilib yuborishim uchun deyapti, $1700 ishlatdim. $1700 ishlatdim va kamida 1 oy salkam vaqtim ketdi, tashxis qo'ya olmadi. Endi to'g'ri, Hasan Karimovich, $1700 qimmat, lekin Amerikani iqtisodi, ularni maoshi, topadigan puli bilan biznikida farq bor. Albatta. Shuning uchun ham baribir biznikilarning sharoitini ham hisobga olinadi baribir. Albatta. Barchasi hisobga olinadi. Buni hisobga olinmasa bo'lmaydi. Chunki marketing tomonlama soddaroq qilib aytganda har bir narsani siz ekspluatatsion davri bor, umri bor, yashash davri bor. Mana shu ekspluatatsion davrda siz tikilayotgan pulingizni shu pul necha yilda chiqib ketishini hisoblay olmasangiz, bu sizni ertaga default holatiga olib kelib qo'yadi. Va albatta bu sizning konkurentlaringizni hisobga olgan holatda bo'ladi. Bu yerda birinchi navbatda shu tan narxidan kelib chiqadi hamma narsa. Albatta bizning iqtisodimizga, bizning olayotgan maoshimizga kelib chiqqan holatda bu va ketkazilgan xarajatning tan narxining hisobiga kelib chiqqan holatda tan narxi chiqadi. Faqat farqi uni siz qay darajada sifatligini olasiz va qaysi xalqaro o'ringa ega bo'lgan, masalan Xitoy apparatini oladigan bo'lsangiz, tabiiyki u bir necha barobar arzon. Agar siz germanskiy ilg'or davlatni оборудованияni oladigan bo'lsangiz, amerikanskiy yoki germanskiy оборудование yo yujniy koreyskiy oladigan bo'lsangiz, tabiiyki uni tan narxi bir necha barobar ko'proq va javobni to'g'ri chiqishi ham shunga bog'liq. Endi demak, siz ayta olasizmi, malakali mutaxassis sifatida bir maoshga 2-3 million, 5 million oylik olib yashasa inson davolanish uchun shifokorga murojaat qilishi qiyin. U o'lishga o'lib qolmaydi. Tug'ilish va o'lish Allohdan. Lekin hayot sifati pastlashib ketadi. Biz istaymizmi, istamaymizmi? Demak, biz o'zimizni shu tibbiy madaniyatimizni oshiribgina Albatta. hayot sifatimizni oshirishimiz mumkin. To'ppa-to'g'ri. Endi qarang. Bizada psixologik holatni yondashuvni o'zgartirishimiz kerak. Buni yechimi nima? Nima yechimi? Buni yechimi profilaktika. Metafilaktika. Chunki biz odatlanib qolganmizki, kasallikni avjiga chiqqanida ming afsuslar bo'lsinkim, biz hech qachon kasallikni profilaktik sifatida davolamaymiz. Men mutaxassis sifatida aytaman. Bizni mentalitetimizda. Biz faqat asoratlarni va yondosh kasalliklar bilan qo'pol qilib aytganda buket bo'lib kelgandan keyin doktorga murojaat qilishadi, ming afsuslar bo'lsinkim. Endi tabiiyki bir nechta kasalliklar bilan yondosh asoratlar bilan kelgandan keyin tabiiyki tekshiruv usullari, tekshiruv amaliyotlari, jarrohlik usullari bajarishi kerak. Bu insonni shu hayotda o'rnini, hayot bilan kurash bo'ladi deb o'tdi. Saqlab qolish, umrini uzaytirish va kerakli bo'lgan simptomatikalarni bartaraf qilish bilan yondashiladi. Bitta narsani e'tiboriga olishingizni so'rayman. Vrachlar faqat simptomlarni bartaraf qilish bilan, kasallikni davolash bilan yondashiladi. Lekin sog'liqni qaytarib bermaydi. Sog'liqni qaytarish insonni o'ziga bog'liq. Yana o'shaga qarab. Yana o'sha tibbiy madaniyati. Agar u vaqtida yesa, vaqtida sog'lom turmush tarzini
to'g'ri kechirsa, правильный питание bilan, oziqlar bilan, mikroelementlar bilan oziqlansa, mehnatni, harakatni qilayotgan bo'lsa, vaqtida uxlasa va kerakli bo'lgan sport bilan mashg'ul, sportlar bilan o'zi shug'ullansa, vrach kerak emas. Demak, sog'lom turmush tarzi. Albatta, sog'lom turmush tarzi bu yerda. Buni yechimi faqat sog'lom turmush tarzi va bu bir necha baravar arzon tushishiga va insonning umrini uzayishiga, hayot sifatini yaxshilanishiga va erkak va ayol sifatida o'zini fiziologik holatini ham tikka namoyon qilishida bu sabab o'ziga bog'liq. Har bir insonni o'ziga kechirasiz, endi jahannam sog'lom bo'lib ketsa, sizlarga mijoz kelmay qolsa, klient kelmaydi, qiynalib qolmaysizlarmi? Bitta narsa. Ikkita klinikangiz bor hozir. Qarang, klient deyishimiz bu noto'g'ri. Nima deyishimiz kerak? Mana shu yondashimiz. Uzr so'rayman, noto'g'ri gapirib qo'ydim. Nima deyishimiz bizada kerak? klient bo'lmaydi, bizada patsient bo'ladi. Patsient. Da, biza mijoz bo'lmaydi, bemor bo'ladi. Yo'q, bemor bo'ladi. Bemor bo'ladi. Farqi yo'q. Bu birinchi. U xususiy klinikami, davlat klinikasi? Biz uchun bemor. Bemor. Biz uchun bemor. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, bemor, siz bemorga qaraganda, kim bo'lishidan qat'iy nazar, bemorga qaraganda yondashasiz. Bu birinchi. Stereotipdi bu. Insonlarning stereotipini o'zgartirishimiz kerak. Mana shu fursatdan foydalanib, mana shu podkastni ko'ruvchi obunachilarimizga stereotipini o'zgartirishimiz kerak. Har bir kelayotgan biz uchun mijoz emas, biz uchun bemor. Ikkinchi holat, biz ularga usluga qilmaymiz. Xizmat ko'rsatmaysiz. Yo'q. Biz обслуживание qilamiz, обследование qilamiz. Ularni tekshiramiz. Tekshirasiz. Mana shu holatda bu shunday holat bo'lganki, stereotip частный strukturada shakllanib qolganki, xususiy bu hozir davlat sentrlarida ham bu narsa shakllanib qolgan. Men bordimmi, usluga yaxshi bo'lish kerak. To'g'ri, bu komfort, bu qulaylik, pulini to'layman, komfort bo'lsin. Komfort bo'lsin. Inson o'ziga komfortning zona qidiradi har doim. Bu elementarniy narsalar qilishi kerak bo'lgan faoliyatidagi marketingdagi bir xod hisoblanadi. Bozor iqtisodiy sharoitidagi bu qilish kerak. Lekin bizning dunyoqarashimizda shunday narsa shakllanib qolganki, usluga oliy darajada ko'rsatishi kerak. Xizmat. Tabiiyki klient всегда прав degan narsa bor. Mijoz haq. Lekin meditsinada bunday emas. Yo'q, meditsinada unday emas. Mijoz bo'lmagandan keyin doim haq bo'lmaydi. bo'lmaydi. Chunki biz usluga sifatida eng yomon tomoni ham shu-da. Usluga sifatida biznes turini qo'shib qo'yish ham mana shu stereotipga olib kelishiga sabab bo'lib qolgan insonlarda. Chunki biz mijozni har bir mijoz deb qaraydigan bo'lsak, marketingni tomonlama siz unga yechim bera olmaysiz. U doim haq bo'la olmaydi. Doim haq bo'la olmaydi. Chunki mana ko'ryapsiz, mana ijtimoiy tarmoqlarda частный klinikalarga borib, har xil shantaj usullarini qilishyapti, provokatsiyalar qilishyapti. Ko'ryapsiz, soddaroq qilib aytganda, yemagan somsasiga pul to'lattirishyapti. Shifokorlarni va miyasizlar bo'lsinki, shuni orqasidan oila tebratib, shuni orqasidan pul topayotgan insonlar chiqib kelyapti, miyasizlar bo'lsin kim. Shuning uchun bu yerda shunaqa narsa bor. Xalqaro tekshiruvlar shuni ko'rsatadiki, har bir kasallikni, har bir qilinayotgan operativ jarrohlik holatlarini residiv holatlari bor. Ya'ni bu qaytalanish holati bor. Bu siz O'zbekistonda qildirasizmi, Germaniyada qildirasizmi, Amerikada qildirasizmi, farqi yo'q. Bu umum jahon xalqaro tashkilotlaridan, bu WOZ deymiz. Mana shu tashkilotlar tekshiruv, ilmiy tekshiruvlar asosida shakllangan qonun qoidalari bor. Siz har bir inson, любой vrach ish jarayonida xatolik qilishi mumkin agar u ishlayotgan bo'lsa. Kim xatolik qilmaydi desangiz, ishlamagan odam xato qilmaydi. To'g'ri, lekin vrachning xatosi oxir oqibatlarga olib kelishi ham mumkin-da, chunki inson hayoti turadi-da. Da. Bu yerda shunda yondashish kerakki, shuning uchun bizda vrachlarda ustoz shogird degan holat bor. Mana shu narsa shakllangan. Albatta konsilium qilish. Albatta bu yerda bir nechta vrachlar bilan bo'lishi mumkin bo'lgan xavflarni oldi olinadi. Kimdir uchun mana hozir mana operatsiya qilindi desa, yo'q, uzr. Sizda kardiologik holatda o'zgarish bor. Sizda operatsiya qilinmaydi. Sizda mana residiv holatlari bor. Yo'q bo'lmasa varikozis bor. Bu yerda tromboembolik holatlari bor. To'g'ri, foizi kam, 3%, 5%, 7%, lekin sizda shu shans bor. Bo'lish ehtimolligi bor. Lekin buni hech kim shaxsan men o'zim ham kafolat bera olmayman degan holatlar
bu ilmga, bilimga, tajribaga asoslangan holatda bu yondashiladi, etiladi. Lekin tangani ikkinchi tomoni bor. Men pulni to'ladimmi? 100% bo'lish kerak degan narsa bor. Ming afsuslar bo'lsinki, siz o'ylaysiz, Germaniyada bu holat bo'lmaydimi? Hindistonda bu holat bo'lmaydimi? Turkiyada bu holat bo'lmaydimi? Ilg'or davlatlarda, Koreyada bu holat bo'lmaydimi? Yoki bo'lmasa Amerikada, yo Germaniyada, yo Izraelda bu holat bo'lmaydimi? Albatta, bu qilinayotgan holatni siz malakali yordam berishingiz uchun sizni asbob uskunalaringiz yetarli darajada bo'lishi kerak. Sifatli darajada. Sizni imkoniyatlaringiz ko'p bo'lishi kerak va albatta barcha narsangiz asnashina deb aytamiz. Barcha narsasi maksimal darajada bo'lsa, buni boyagi biz aytgan foizning pasaytirishiga va o'sha insonni malakali, professional holatda, yondashilgan holatda olib chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Va tabiiyki yana buni tagiga nima borib taqaladi? Moddiyat borib taqaladi. Siz aytgandek to'g'ri, bizni barcha imkoniyati, sharoiti kelib chiqqan holatda qilinadi. Ayrim holatlarda insonlarning imkoniyati yo'q va hayot sifati pasayib ketgan. Chunki turmush tarzi nafaqat bu oilani yeb ichishi, uni kiyim-kechaga, uni sog'lig'iga ajratish kerak. Uni ustiga kerakli bo'lgan xarajatlari bor, boshqa o'ylamagan holatda chiqadigan xarajatlari bor. Lekin bir narsani men ta'kidlab o'tishim kerakki va shu fursatdan foydalanib, barcha buni yechimi turmush tarzini yaxshilantirishimiz kerak. Insonlarda tibbiy madaniyatini shakllantirishimiz kerak. O'ziga bo'lgan hurmatini, o'zini sog'lig'iga bo'lgan eng oliy ne'matini qadriga yetishga o'rgatishimiz kerak. Va albatta bu vrachlar, Sog'liqni saqlash vazirligidan mana biz o'zimiz har bir bemorimizga ketma-ket qayta buni takrorlaymiz va zararli odatlardan chiqarishga harakat qilamiz va chiqaryapmiz ham. Lekin insonni boyagi yuqorida aytilgan 90% omiliga bog'liq. Bu 90% insonni o'ziga bog'liq. Endi qaror qabul qilish o'ziga. Bu mavzuda juda uzoq suhbatlashish mumkin ekan, chunki bu kerakli mavzu, bu dolzarb mavzu. Biz bitta mana shu podkastda buni yakuniga yeta olmas ekanmiz. Shuning uchun biz tomoshabinlardan, obunachilardan iltimos qilardik. Sizni qiziqtirayotgan boshqa savollar ham ko'p bo'lishi mumkin. Oliy toifali shifokor, androlog, seksopatolog, reproduktolog Hasan Karimovich har qanday savolga javob berishga tayyorlar. Va so'nggi savol, siz endi shifokor bo'lishdan tashqari biznesmensiz, dunyo kezasiz, malaka oshirasiz. Shu jihatingizga ham ozgina to'xtalib o'taylik. Inson bir insonni kerakli bo'lgan bir muvaffaqiyatga erishish uchun birinchi navbatda ilm, ustoz kerak bo'ladi. Va u ustozni siz o'zingizga har bir yo'nalishida ustoz olganingizdan keyin va kerakli bo'lgan kelajakdagi, ya'ni viziya deb aytamiz, kelajakdagi holatlarni ko'rish uchun siz dunyo kezishingiz kerak. Har bir chiqqan davlatda imkoniyat bo'ldimi, sharoit bo'ldimi, dunyo kezishga harakat qilish kerak. Bu sizni hayotga bo'lgan dunyo qarashingizni, intellektingizni o'zgartiradi. Boshqa davlatdagi u yerdagi holatlarni ko'rib dunyo qarash o'zgarishini hisobiga siz kamida 5 ta, kamida bo'lmasa 10 ta kitob o'qigandek kerakli bo'lgan keyslarni, insaytlarni olib kelasiz. Va albatta dam olamiz ekansiz-da. Albatta u yerda borganingizda birinchi navbatda yengilliklarni, o'zingizni meditsina yo'nalishi bo'yicha ko'proq boraman men. Albatta u yerda birinchi yengilliklarni siz vrach o'zingiz sohangizda mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsangiz, albatta bu yengilliklarni bilib turishingiz shart. Zamondan orqada qolish kerak emas. Va albatta boshqa davlatlardan borishdan maqsad u yerda siz yengilliklarni o'rganasiz. Izучат qilasiz. Jahon tajribasiga tayangan holda. Barcha narsani birovlar qilgan xatolikni eng zo'r o'rganish, boshqalarning xatoliklarini qilmaslik. Mana shu eng zo'r insonga beriladigan sabab. Endi bir siz ham bir oddiy Hasan Jo'rayev mazza qilib shifokor bo'lmasdan dengiz bo'yida bir dam olgan vaqtingiz ham bo'lganmi? Yo har doim shu boshingizni yarmi albatta meditsina bilan baribir band bo'ladimi? Endi shunaqa bo'lganmi? Hech narsani o'ylamaysiz. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Hech. Miyangizni o'chirib qo'ya olmaysiz. Yo'q, vrachlarda shunaqa xususiyat borki,
shaxsan o'zimda endi man subyektiv fikrimni aytay, vrachlar insonlar shunday insonlarki, tunu kun o'zini bemorini, tunu kun o'zini ustida ishlashini va tunu kun yengillik orttirishini o'ylab yuruvchi insonlar hisoblanadi. Va hattoki o'zini kasbini tashlab ketgan taqdirda ham, xud mayli bozorda ishlasin, boshqa umuman meditsinaga taalluqli bo'lmagan joyda ishlasin, lekin o'sha joyda ham doktorlik vazifasini bajarib ketadi. Shifokorning sobig'i bo'lmaydi. Albatta. Sobiq shifokor bo'lmaydi. Albatta, sobiq shifokor bo'lmaydi. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar vrachligi hissi paydo bo'ladi va ayrim dunyo hayot saboqlari bilan nimadir hayotni bir to'sqinligi, bir holatlari bilan boshqa sohaga yo'nalishga o'tib ketsa ham sobiq vrach bo'lmaydi. Albatta, u vrach o'zini ilmida, bilimida va vrachlik vazifasini qaysidir bir soniyada ham ishlatishga harakat qiladi. Shuning uchun ham bekordan bekorga topshirmaydi o'zi vrachlikka. Vrachlikka topshirib bitirganlarni aksariyatini e'tibor bersangiz, birinchidan o'zi xohlamagani, yuqtirmagani o'zi bitirib ham bo'lmaydi. O'sha 7-kursgacha o'sha ancha-munchasi sarasiga o'sha ajralib bo'ladi va tabiiyki keyingi mutaxassislikka o'tgandan keyin ham bu yana ham saralanib qoladi yillar davomida. Va tabiiyki u vrach xohlasa xohlamasa o'zini bemorini, hattoki bemorini jigarlari jon kuydirganchalik jigarlaridan ham bir necha baravar jon kuydiradi bu vrachlar. Ota-onasi birinchi jon kuydirishadi va ota-onasidan keyingi o'ringa qo'yadigan insonlarni men vrachlar deb aytaman. U qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. To'g'ri, vrachlarning yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Lekin biz umumiy foiz sifatida hattoki eng yomon vrach deb hisoblaydigan insonlarning, qo'shtirnoq ichidagi insonlarning o'ylab olib qaraydigan bo'lsak, o'sha ham bemorni tezroq tuzalib ketishini niyat qilib o'tiradi. Duo qilib o'tiradi, harakat qilib o'tiradi. O'z bilimlarini ishga soladi. Albatta, o'z bilimini faqat unda imkonsizlik, bilimsizlik, tajribasizlik va boyiga yetgan asbob uskunalarning yetishmovchiligi va bemorlarning doktoriga bo'lgan yondashuvini teskarisiga bo'lishi uning ojizlik holatiga olib kelishligi mumkin. Hasan Karimovich, mana hozir 2ta klinikangiz bor, yana kelgusida qanday loyihalaringiz bor? Kelajakda loyihalarimiz juda katta, maqsadlarimiz, missiyalarimiz bor. Mana yaqin kunlarda bir loyihani biz taqdim qildik ommaga. Bu erkakcha gaplashamiz loyihasi. Bu krik dushi deb aytiladi, ya'ni biz og'riqli joyimiz viloyatlarda qalb nidosi, viloyatlarda va o'zga yurtda ishlovchi hamyurtlarimizni qalb nidosi sifatida bu narsani tashkillashtirdik. Demak, albatta, onlayn. Albatta, bu yerda klinikaga kelish imkoniyati yo'q. Moddiy tomonlama, fiziki tomonlama va u yerda ish faoliyatini bajarib chiqa olmaydigan insonlarda mana shu platformani yaratdik. Bu erkakcha gaplashamiz platformasi. Albatta buni kelajakda YouTube'da buni berib boramiz va albatta silkasini qo'yamiz. Bu nima beradi? Insonlarda onlayn konsultatsiya, bu o'zida atvetlari, savollari, analizlari bor, ichki dardi bor. Uni ommaviy tarzda, guruhda, boshqa joyda aytolmaydi. Quloqqa aytiladigan gaplar bor. Albatta, mana hozir ko'ramiz ijtimoiy tarmoqlarda har xil kontentlarni juda ochiq kontentlar prosta prosmotr uchun, like uchun hayplarni qilishyapti. Shu fursatdan foydalanib mana shu biz loyihani tashkillashtirdik. Bu loyihada o'sha quloqqa aytiladigan gapni onlayn tarzda birma-bir vrach bilan konsultatsiya olinadi. Albatta bu yerda offlayn tarzda imkoniyati bo'lsa, albatta klinikaga tashrif buyurishlari mumkin. Biz bu bajonidil bunga 100% o'zimizni bilimimizni, ilmimizni, tajribamizni ishlatgan holatda yordam berishga harakat qilamiz. Imkoniyatimiz darajada, imkoniyatimiz yo'q bo'lib, yuqorida aytilgan eko yo'nalishdagi holatlar bo'ladigan bo'lsa va eko ekstrakorporalniy ambulatoriynaga yo'naltirishimiz. Tavsiya berasiz. Endi narxini ham ayta olasizmi? Tak, eko yo'nalishi bo'yicha men narxini aniq ayta olmayman. Yo'q, mana shu konsultatsiyani erkakcha gaplashamiz, yangi loyihani onlayn qanaqa, offlayn qanaqa? U yerda konsultatsiyada biz hozir yaratdik, insonlarga kerakli bo'lgan miqdordagi summani, mizerniy summani kirgizib qo'ydik. Mana shu mizerniy og'ir bo'lmaydigan, og'ir bo'lmagan
любой har bir erkak bir kunlik obed pulini ishlatmasdan, soddaroq qilib aytganda, o'zi uchun, sog'lig'i uchun, konsultatsiyasi uchun ishlatish imkoniyati bor va buni qiymati shu darajada. Lekin qiyin bo'lmasligi uchun. Qiyin bo'lmasligi uchun, og'ir bo'lmasligi uchun. U yerda tekin joylari ham bor. Bu yerda albatta tekin bo'lgan joylari qanaqa bo'ladi? Bemor bilan ayrim holatlarida onlayn tarzda fikrlarni beramiz, konsultatsiyalarni beramiz, lekin ayrim holatlarda bo'ladiki, analiz kerak bo'ladi. Instrumental tekshiruvlar kerak bo'ladi va albatta biz onlayn tarzda etamiz. Sizni o'zingizga yaqinroq bo'lgan poliklinikada yoki bo'lmasa klinikada shu tekshiruvlarni, amaliyotlarni bajarib va uni rasmga o'zini joylaydigan platformasi bor. Rasmni joylagan holatda yuborsangiz, albatta bunga yechim berishimiz mumkin. To'g'ri, offlayn yuzma-yuz tarzda ko'rib, tekshirib, palpatsiya qilishga bu ayni zo'r effekt va natija oladigan holat. Siz hozir onlayn oladigan holat emas. Va zudlik bilan ekstreniy holatda qishloq vrachlik punktiga yoki bo'lmasa sentrizonni yoki bo'lmasa sentrlarga yo ekstreniy klinikalarga borishni tavsiya qilib qolamiz. Bu yerda insonning sog'lig'i va sog'liq ne'matiga tezroq yo'qotib qo'ymasdan buni davo topishga biz yordam beramiz. Mana shu bizni missiyalarimizdan biri bo'lgan va bundan tashqari yana boshqa bir loyihalarimiz bor. Bu loyihalarni keyingi podkastlarda albatta o'tamiz. Bu biz har bir qilayotgan ishimiz insonlarni tibbiy madaniyatini rivojlantirish, ularni sog'lig'ini biz yuqori darajaga olib chiqish va u yerda asoratlarni oldini olgan holatda sog'lom turmushini shakllantirib, umrini uzaytirishga o'z hissamizni qo'shish. Asosiy maqsadlarimizdan biri. Hamma qilayotgan proyektlarimiz tabiiyki o'shani atrofida, ya'ni ekosistema tuzyapmiz hozir. Mana shu ekosistema o'sha tizimning asosida ketyapti. Birinchi hammasi inson uchun, inson qadri uchun. Inson qadri uchun, har bir inson uchun. Va bu yerda albatta faqat pul bilan bog'liq, pul bilan taqalgan holat emas. Bepulga ham konsultatsiya olish imkoniyatlari bor. Demak, qandaydir holatlarda chegirmalar ham qilib berishingiz mumkin. Oilaviy Albatta, bu sharoitga bizni qarab. an'anamiz bor. Biz har juma mutaxassislarimizni mana klinikamizga shu narsani an'ana tusiga aylantirganmiz, joriy qilganmiz. Bu har juma kuni har bir mutaxassisni bepul konsultatsiyasini biriktirib qo'yganmiz va undan tashqari Ramazon oylarida qilamiz. Endi yana boshqa qiladigan narsalarimiz bor. Ko'p juda bunaqa loyihalarimiz. Soddaroq qilib aytganda barchasini men etishni o'zim ep ko'rmayman. Buni bizning klinikamizdagi kelayotgan bemorlarimiz, kuzatayotgan obunachilarimiz buni juda yaxshi bilishadi va albatta bu yerda inson sog'lig'i uchun kerakli bo'lgan barcha instrument xatti-harakatni Doktor Hasan klinikasida namoyon qilishiga harakat qilib kelmoqdamiz. Va albatta bundan ham rivojlantirishga, bundan ham ko'proq qiymat berishga, bundan ham ko'proq yordam berishga harakat qilib izlanyapmiz va inshaalloh mana shu kelajakda shu natijalarga ham erishamiz. Rahmat. Shifokor va bemor mavzusi hech qachon tugamaydi. Buni ochilmagan qo'riq deb bo'lmaydi. Lekin bu asrlar davomida dolzarb bo'lib kelgan va dolzarb bo'lib keladi. Bugungi suhbatdoshimiz shifokor, androlog, seksopatolog, reproduktolog, oliy toifali xalqaro ekspert Hasan Karimovich Jo'rayev bo'ldilar. Yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat.